Bu 3 filmni har bir farzand tarbiya qilayotgan ota-onalar ko'rishi shart. Birinchisi Urok Ximiya. Bu film asosan ayollar haqida. Bir ayol farzandini jismonan himoya qilishi mumkin, lekin o'z hissiyotlaridan uni asrab qolishi doim ham oson emas. Film onaning ichki olami haqida, ruhiy charchog'i va yolg'izlikni qanday his qilish haqida. Ikkinchisi Qirol Richardning tarixi. Bu voqealar haqiqiy hayotga asoslangan. Qiz bola hayotida ota qanday kuch ekanligini ko'rsatadi. Ota nazardan, qo'llab-quvvatlashdan, ishonchi va muhofazasidan qanchalar farzand muvaffaqiyatga erisha olishi haqidagi film. Uchinchisi Жизнь прекрасна. Hayot qanchalar og'ir bo'lsa ham bola uchun u o'yinga aylanishi mumkin. Konslager qiyin, og'ir, hissiz, g'amli joy. Bir ota esa farzandi uchun buni o'yinga aylantiradi. U farzandini ruhiyatini, bolaligini, baxtini har qanday sharoitda ham asraydi. Unga hayot qo'rqinchli emas, qiziqarli ekanligini o'rgatadi. Bu film vaqt yo'q, sharoit yo'q deb bahona qiluvchi har bir ota-onaga oynadek javob beradi. Agar siz ham bu filmlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlarda film deb yozib qoldiring. Men sizga yuborib qo'yaman.